Hazil shunaqa narsaki insonni kayfiyatini ko'taradi, lekin hazil qilinmaydigan joylar bor. Bilasizlarmi, janoza patolarida ham hazil qilib qo'yib, buni qilib turib oladigan bolalar bor. Hammani kuldirib qo'yib. U hijolatchilikda to'g'risi. Hali maktabda hammani gapga solib ustoz qarasa yozayotgan kishi bo'ladi. Men shunaqa bolalar yo'q bo'lish uchun bir narsani aytib beraman, meni yomon ko'rib qolmanglar. Shunaqa bolalar voqea bo'lyapti, egizaklardan bittasi oqib ketgan, Hasan Husan deb aytib beraman, o'z ismi boshqacha edi. Husanboy oqib ketib qolgan. Haligi mahallada shunaqa narsani tashkillashtirib yuradigan bitta aka bor, janozani. Maktab kelish kerak, janoza o'qitib yuborish kerak, deyaveryapti. Haligi shunday to'xtatib turib, aka imomdan so'raychi, Hasanboy o'xshaydi, shunga o'qitib yuborsak bo'lmaydi, topilmayapti-yu deydi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadi deydi. Hali joyda. Kimdir keldi 4-kuni, bo'ldi topilibdi deb turib. Ravotdan kirib bo'ldi topilibdi deydi. Bitta xizmat yurgan opa bor ekan, chiqib turib qo'shnisi. Tirik ekanmi devardi-yu. Gapirmay osni deyapman-da, gapirib yubormagin deyapman-da, zo'rg'a turibman-da. Ha, tirik ekan arada ochib qo'ydi, hozir suzib kirar ekan devardi-yu. Hali joyda Hasanboyni o'zi kulyapti, ishonasizlar. Men kulib vermaslik uchun labimni shunaqa tishlaganman, burnimga qo'shib tishlab olganman. Voy, ashunaqa joyda qindaylik.